Assalomu alaykum bütün abonachilari. 4 fevral. Şimdi uchastka sotiladi ekan 40 pog'orotda. Ipotekalarning arkasında. Yani общий 7 sotikmadi be? 7 sotik yine. 7'den ziyad rakam ekan. Sharoitlari bor, svet o'tgan, vodoprovod ham bor ekan. Ishidan vodoprovod o'tgan ekan. Gaz bu yandan keladi ekan. Ipotekalar tarafdan Xudo xolasa yaqinda tortiladi ekan. Yana bu birinchi qat joyi. Bu 415 yo'q, 515 455 ekan. Yana bu xonasi. Bu dalani bu. Darvozadan girgan yeri hisoblasak, bir 11:40 407 ekan. Agar bu yerdan bo'lib Peregorod ketsam bo'ladi. Oybidan bo'lib turib, yana Peregorod ketib bersam bo'ladi ekan. Kuxnya tushadi ekan. Bu yerda yana bir qat joyi. Ayvon ekan bu. 9'a 5'lik ekan bu. Yana to'proqqa duribdi. Samollaya, suvog'ini bosaveradi onu. Olib turib. Bir de yana bir qat joy bor ekan. 515'e 4 mü bu? 5 metre 4 metre ekan bu. Bu xonasi. Üstü bastırılgan. Yine ağaçları taze. Birden bir bölü verseken bola veredi ekan. Disket durup. Umumiy yer hacmi 7 sotik ekan. O'rosi ağaç ekan. Sim bilan o'rab qurtlamaydi o'rnatib bastırılgan ekan yine. Yani Çarvaq tarafı. O döngəçək o bu. Şundan. Nəlcə dərək bərək əkik. Nəlcə dərək bərək əkik. O döngəçə salmadan su gəp turtdu ekan. Burada ipotekalar var. O ana ipotekalar. Yan tərəfdən ipotekalar var ekan yine. Bir de asfalt o'tgan, Caynanan tarafından Dammazlar yürüydü. To'xtamay Dammazlar o'tib qaytib turibdi. Joya 65 milyon so'm baho aytilib turibdi. Kelishiladigan narsa bor. Yana bir marta eldan ko'rsating. Şarjları 75 milyon aytılıb turibdi, kelishiladi. Keyin narsam bor dedingiz yo, obmen, mashinning ustini mashin bilan ham obmen etsalar bo'ladi ekan. Mashinani ustini qo'yib, bunga